ba'zi kitoblar vaqt o'tishi bilan qadri yanada ortadi. Ana shunday asarlardan biri O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhorning Anor to'plamidir. Ushbu to'plamga adibning eng mashhur qissa va hikoyalari jamlangan. Har bir asar yuksak badiiy mahorat bilan yozilgan bo'lib, undagi rang-barang obrazlar, hayotiy voqealar va chuqur mazmun kitobxonni o'ylashga undaydi. Abdulla Qahhor inson qalbini, jamiyat hayotini va insoniy fazilatlarni o'ziga xos uslubda tasvirlaydi. Shu bois uning asarlari bugungi kunda ham o'z qadrini yo'qotmagan. To'plamdagi ko'plab qissa va hikoyalar maktab adabiyoti darsliklariga kiritilgan bo'lib, yosh avlodni ezgulik, halollik va hayotiy haqiqatlarni anglashga chorlaydi. Anor bu shunchaki hikoyalar to'plami emas, balki har bir kitobxon qalbida unutilmas taassurot qoldiradigan bebaho adabiy merosdir. Sizni ham ushbu asarlar olamiga sayohat qilishga chorlaymiz.